Nikoh o'qilganiga 18 yil bo'lmoqda, lekin er ayoliga mahrini bermagan. 3 ta farzandli bo'lishgan. Er ayoliga mahr bermagan va berish niyati ham bo'lmagan yoki bu narsaga ahamiyat bermagan bo'lsa, oqibati qanday bo'ladi? Dinimizda ayol mahrini so'ragan bo'lsa-yu, lekin er bermagan bo'lsa va berish niyati ham bo'lmagan bo'lsa, u er o'z ayoli bilan zino qilayotgan yoki gunohkor bo'layotgan bo'ladi degan gaplar qanchalik haqiqat? Farzandlar ham zinoda tug'ilgan bo'ladimi? Alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda erlarni ayollariga mahr berishligini Qur'on oyati bilan vojib qilib qo'ygan, lozim qilib qo'ygan. Ana shunday ekan, mahr berishlik erning zimmasidagi farz amali hisoblanadi. Mahrni belgilandimi, aytildimi, aytilgan mahrni demak er ayoliga berish kerak. U mahr naqd o'sha paytda beradigan bo'ladimi yoki keyinroq beriladigan mahr bo'ladimi, farqi yo'q. Bu mahr demak ayolning haqqi hisoblanadi. Er mabodo bermasa, er o'lib qolsa, merosdan birinchi mahrni olib beriladi. Xuddi qarzi olib bergandek. Uni ham qilinmasa, qiyomatda xuddi bir bandaning ikkinchi bir bandadagi moli mulki qolib ketgani kabi qiyomatda Alloh azza va jallaning huzurida bu narsa so'raladi. Uni savobidan, erni savobidan ayolga olib beriladi. Haq sifatida mahrni bermagani uchun bordi-yu savobi bo'lmasa, ayolning gunohlari erning ustiga yuklanadi. Bu og'ir narsa bu. Shunday ekan, erlar mahr berishda bunchalik demak e'tiborsiz bo'lmasliklari kerak. Shuning uchun demak ayol kishi so'raydi, er berishi kerak. Bermasa, Allohning huzurida u qarz bo'lib qoladi. Berishlik uni zimmasida vojib bo'ladi. Ikkinchi masala, demak mahr bermagan bo'lsa zino qilgan bo'ladi. Yo'q, zino qilgan bo'lmaydi. Gunohkor bo'lib, bermagani uchun gunohkor bo'lib yuraveradi. Ularning nikohi durust, er xotin bo'lib yashagan bo'ladi. Ularning farzandini nasabi sobit, ularning orasida hech qanaqa muammo yo'q. Faqat er gunohkorligicha qoladi, ayoliga mahrini ado etmagunicha. Vallohu a'lam bis-savob.